yok idi, sensiz telefonumuz. Bizim vaxtda yok idi, sensiz telefonumuz. Sensiz telefonumuz. Hoppa hoppa hoppa, geldi Europa. Hoppa hoppa hoppa, Azerbaycan'da. Hoppa hoppa hoppa, geldi Europa. Hoppa hoppa hoppa, Azerbaycan'da. Ey Azerbaycan'da.
Tashakkur aziz do'stlar, davramiz davom ettirgan holda endi davramizga yana bora mana shu xonadon sohibi va sohiblarni qolaversa aziz kelin-kuyovni tabriklamoq uchun tashrif bergan aziz mehmonlarimiz davramizga chorlaymizda. Davramizga hurmatli, ehtiromli kuyovimizni sinfdosh do'stlardan Asadullajon davramizning aziz mehmoni ekanlar. Davramizga chorlaymiz. Ikki og'iz shirin tilaklar yozguniyat rostdan marhamat. Davramizning aziz mehmoni Asadullayjonni mikrofon qarshisiga chorlab, ikki og'iz shirin tilaklarni yozguniyatlarni eshitgansiz davramiz albatta chiroyli qilib davom etamiz. Marhamat, so'znoma sizga. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Ismatli xonadoni katta to'y tantana. Bu to'y sababchilar bo'lmish do'stimiz Mararjon. Do'stim, ilohim bu to'ying 100 yil bo'lsin. 100 yil mana shunday baxtli kun sening har kuni bo'lsin. Har kuni mana shunday to'y bo'lsin. Kelmay qolgan do'stlarimizni ham tabriklab qolamiz. Bugun to'y chiroyli o'tmoqda. Mana shu to'ylar hammani uyida bo'laversin. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Hamma uyda mana shunday to'ylar bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Tinch joyga to'ylar yarashadi. Sog' bo'lgin do'stim. Tabriklayman yana bir bor. Rahmat aytasiga. Tashakkur. Mana shunday joy bezgoniyatlar, samimiy dillar uchun aziz do'stlar, davramiz davom ettiramiz. Davramizga kuyovimiz yana bir sinfdosh do'stlardan Shuhratjon davramizning aziz mehmoni ekanlar. Davramizga chorlasak, ikki og'iz shirin tilak bezgoniyatlar ostida, ondan so'ng davramiz albatta chiroyli qilib davom etadi. Marhamat Shuhratjon, so'znoma sizga. Avvalambor assalomu alaykum yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Ismatli xonadonida katta to'y tantana. Bu to'yning sababchisi do'stimiz, sinfdoshimiz Umralijon, kelinimiz Rahmaxonlardir. Men bu ikkala yoshga, qalbi quyoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Eng yomon kuni ham bugungidek bo'lsin. Baxtli bo'ling do'stim. Hamisha kelinmay qolgan sinfdoshlarimiz nomidan tabriklaymiz. Hamisha xursandchiligingiz mana shu bugungidek bo'lsin. Hech g'amli kunlaringiz ko'rmang iloyim. Baxtli bo'ling mashinajon. Rahmat. Tashakkur Shuhratjon mana shunday joy bezgoniyatlar uchun aziz do'stlar, davramiz davom ettiramiz. Davramizga kuyovimiz yana bir sinfdosh do'stlardan Abdulazizjon davramizning aziz mehmoni ekanlar. Davramizga chorlaymiz. Ikki og'iz shirin tilaklar yozganlar. Marhamat, davramizda bo'lsalar Abdulazizjonni davramizga chorlab qolamiz. Men keldimmi, dunyo ko'rdimmi foyda. Ketsam martabasi osharmi qayda? Hech kim tushuntirib bera olmadi. Kelishim, ketishim sababi qayda? Marhamat Abdulazizjon, so'z navbatisiga ikki og'iz shirin tilaklarni eshitgandan so'ng davramiz albatta chiroyli qilib davom ettiramiz. Marhamat. Rahmat rais aka, so'z berganingiz uchun. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Ismatli xonadonida katta to'y tantana. Bu to'yning sababchilari do'stimiz Mararjon va kelinimiz Rahmaxonlar. Men bu ikkala yoshga baxt, saodat, kelgusi ishlarida rivojlar tilab qolaman. Eng yomon kunlar mana shunday bo'lsin. Chiroyli kunlarda birga bo'lib, undan keyin ham birga bo'laylik. Tabriklayman do'stim. Baxtli bo'l. Rahmat. Tashakkur aziz do'stlar, davramiz davom ettiramiz. Davramizga mana shu kuyovimizni Kirstosh do'stlardan G'olibjon va Zoyirjonlar ham davramizda aziz mehmon ekanlar. Davramizga chorlasak, ikki og'iz shirin tilaklar yozganiyatlar ostida sizning davramiz albatta chiroyli qilib davom etadi. Marhamat, davramizda bo'lsalar davramizga chorlaymiz. Davramizda ular yo'q bo'lsa, davramizga kuyovimizni yana bir sinfdosh do'stlardan Sheralijon davramizning aziz mehmoni ekanlar. Davramizga chorlasak, ikki og'iz shirin tilaklar yozganiyatlar ostida sizning davramiz albatta chiroyli qilib davom etsak. Dedim endi mayni gulgun ichmayman. May tok qoni men xon ichmayman. Keksa aqli maytar. Shu gaping rostmi? Dedim hazillashdim, nechun ichmayman. Marhamat, davramizda bo'lsalar, davramizga chorlaymiz. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, endi mana shu xonadon sohibi va sohiblar iltimoslariga binoan ikki yosh qalbi quyosh bir-birlariga shirin hayot tilagan holda yonlarida turgan to'rtlarni kesib olsak-da, so'ngra davramizda chiroyli qilib davom ettirsak degan talab asaklar bo'lyapti. Shuning uchun mana shu ikki yosh qalbi quyosh bir-birlariga shirin hayot tilagan holda to'rtlarni kesib olamiz. So'ngra davramizda albatta chiroyli kuy qo'shilsa davramiz chiroyli qilib davom etamiz. Marhamat san'atkorlar, ko'ngil bilar bidat ko'ngil tengini yetsa shod yetsa ko'ksin tig'laydi yurakka yashirib yetim sevgini g'ururning ortidan oqlar yig'laydi. Sevgisi olamga bo'lsa ham doston
go'yoki beparvo, go'yo bilmaydi yurakka yashirib. Yetim sevgini birovning ortidan oqlar yig'laydi. Bormi muhabbatga egmagan boshin, bormi ayriliqda to'kmagan yoshin, armonlar qo'ynidan quchib bardoshin, g'ururning ortidan oqlar yig'laydi. Aziz kelinlarimizga yana bir bora baxt saodat tilaymiz. Hayotlari hamon shu tarzda shirin va totli bo'lsin. Quchoq-quchoq farzandlarning ota-onasi bo'lib yurish nasib etsin aziz kelinlarimizga. Kecha oqshom falakda oy bozorib o'tganda, Zuhro yulduz miltirab xira xanda otganda, ruhimga bir sokinlik, ma'yuslik uyg'otganda, men seni esga oldim, birinchi muhabbatim, eslab xayolga toldim, birinchi muhabbatim. Dunyo degan shundayin anglab bo'lmasir ekan. Goh keng ekan, gohida tuynuksiz qasr ekan, lekin inson hamisha bir hisga asir ekan. Nechani bilmovdim avval, birinchi muhabbatim, parvo qilmovdim avval, birinchi muhabbatim. Aziz kelinlarimizga yana bir bor baxt saodat tilaymiz. Hayotlari hamlashidadday shirin va totli bo'lsin aziz kelinlarimizni. Hasandan vaqt o'tiramiz. Bilmayman deysiz, Yorijon nozma bo'shoqliklaringiz, meni tanir hatto kipriklaringiz, siz esa shoirni sevmayman deysiz. Ko'rib ko'rmaklikka olmoqlar oson, siz-ku ko'rsangiz ham olmaysiz o'tan. Meni tanib hatto har kun ko'chamdan sochingiz qo'l silkib o'tar Yorijon. Aziz do'stlar, davramiz davom ettiramiz. Hozir mana shu davramizga bugun mana shu xonadonda xizmatda bo'lgan akalarimizni bugun mana shu davramizda o'ynab olmagan barcha aziz mehmonlarimizni, kuyovni do'stlarni, kelinliginlarni, qolaversa bugun mana shu xonadon sohibi-sohiblarini hurmat qilib kelgan barcha aziz mehmonlarimizni davramizga ajoyib raqslarga chorlagan holda hozirgi navbatni san'atkor do'stlarimizga beramiz. Marhamat, eng so'nggi qo'shiqlarimiz bugun davramizda o'ynab olmagan barcha aziz mehmonlarimizga marhamat. Hayal kırmızında açık saçın yumruğu.
Seni kuşayarken şekil tabi gözüm yarası Bizi tez karşıladı Öz geldiğimsin geldik Takımın şanlısı gün sonra da bizim giderdik Beni değerli bilemedin Beni değerli bilemedin Hatta beni değerli bilemedin Dostlarım yerine gitti Hatta beni değerli bilemedin Beni değerli bilemedin Hatta beni değerli bilemedin Dostlarım yerine gitti Hatta beni değerli bilemedin
Kelin ko'ylari va diskoteka deb aytamiz. Kelin ko'ylari. Farzandlaring ko'p bo'lsa, qo'sha qaraydi.